Assalomu alaykum. Hurmatli kanalimiz obunachilari va qadrli tomoshabinlar. Bugun sizlar bilan hayotiy ahamiyatga ega, ko'pchilikni bevosita qiziqtiradigan, ayniqsa keksa avlod vakillari va ularning oila a'zolari uchun muhim bo'lgan bir yangilik haqida batafsil suhbatlashamiz. Bu ma'lumot hech mubolag'asiz. Sizning moliyaviy ahvolingizga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan juda ham dolzarb va hayotiy ahamiyatga molikdir. Sizni qiynayotgan muammo, ya'ni mening nafaqamga qo'shimcha to'lovlar bormi? Bu pullarni qanday olsam bo'ladi? Menga ham tegishlimi? Kabi savollar bugun o'z javobini topadi. Shuning uchun diqqat bilan eshiting va videoning bir soniyasini ham o'tkazib yubormang. Chunki har bir tafsilot siz uchun muhim bo'lishi mumkin. Bu ma'lumot har bir fuqaro uchun, ayniqsa nafaqaxo'rlarimiz uchun juda muhim, hatto tanqidiy ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlamoqchiman. Shunday ekan, hoziroq kanalimizga obuna bo'lib, ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu bizga kelgusida yanada ko'proq foydali ma'lumotlar bilan bo'lishimiz uchun katta motivatsiya beradi. Keling, avvalo masalaning tub mohiyatiga e'tibor qarataylik. Ilgari nafaqa tizimida muntazam ravishda indeksatsiya va oshirishlar amalga oshirilar edi. Biroq bu oshirishlar ko'pincha umumiy inflyatsiya darajasiga to'liq mos kelmasligi, ayrim hollarda nafaqaxo'rlarning ijtimoiy himoyasini to'liq ta'minlamasligi haqida e'tirozlar bo'lib turardi. Ya'ni nafaqaxo'rlarimizning turmush darajasini yaxshilash va ularni ijtimoiy himoya qilish masalasi doimiy ravishda davlatning diqqat markazida bo'lib kelgan. Ko'pincha pensiya tizimidagi yangiliklar yoki o'zgarishlar e'lon qilinganda odamlar bu meni ham qamrab oladimi? Mening holatimda qanday bo'ladi? Qaysi hujjatlar kerak degan savollar bilan qiziqishardi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumatimiz tomonidan qabul qilingan yangi qarorga muvofiq joriy yilning 20 oyidan boshlab nafaqaxo'rlarimiz uchun qo'shimcha juda ham jiddiy miqdordagi bir martalik yoki doimiy to'lov joriy etilmoqda. Bu nafaqat nafaqaxo'rlarimizning moddiy ahvolini yaxshilashga qaratilgan amaliy qadam, balki ularga bo'lgan ehtirom va g'amxo'rlikning yaqqol ifodasidir. Bu to'lov aynan kimlarga, qanday shartlar asosida beriladi va uni olish uchun qanday qadamlar qo'yish kerakligini hozir sizga tushunarli tilda, oddiy misollar bilan tushuntirib beraman. Bu o'zgarish nafaqa tizimida yangi davrni boshlab berishi va nafaqaxo'rlarimizning turmush sifatini sezilarli darajada yaxshilashga xizmat qilishi kutilmoqda. Keling, ushbu yangi to'lovning barcha jihatlarini batafsil ko'rib chiqamiz. Eng avvalo, kimlar bu to'lovni olishi mumkin degan savolga javob beraylik. Bu qo'shimcha mablag' birinchi navbatda belgilangan mezonlarga javob beradigan nafaqaxo'rlarga yo'naltirilgan. Ya'ni bu hamma nafaqaxo'rlarga avtomatik tarzda beriladigan bir martalik bonus emas, balki aniq ijtimoiy holati va ehtiyoji inobatga olingan holda beriladigan qo'llab-quvvatlashdir. Xususan bu to'lov quyidagi toifalardagi nafaqaxo'rlarga mo'ljallangan bo'lishi mumkin. Birinchidan, yoshga doir nafaqa oluvchilar. Bu toifaga o'zining mehnat faoliyatini yakunlab, belgilangan yoshga yetganligi sababli nafaqa oluvchi barcha fuqarolarimiz kiradi. Misol uchun 7000 yoshli Omon buva uzoq yillar davomida zavodda ishlagan, hozirda esa nafaqada. Uning oylik nafaqasi 23 million so'm. Uning yoshi va staji bu to'lovni olish uchun asos bo'lishi mumkin. Ya'ni agar Omon buva o'zining yillik daromadi yoki boshqa mezonlar bo'yicha belgilangan chegaradan past bo'lsa, u bu qo'shimcha to'lovga to'liq ahli bo'ladi. Bu mablag' uning kundalik ehtiyojlarini qondirish, ayniqsa dori-darmon xarajatlarini qoplashda katta yordam beradi. Misol uchun Omon buva har oyda taxminan 200 ming so'mga yaqin dori sotib oladi. Yangi to'lov aynan shu xarajatlarning bir qismini qoplash imkoniyatini yaratadi va uning sog'ligini saqlashga yordam beradi. Ikkinchidan, nogironlik nafaqasi oluvchilar. Bu toifaga turli sabablarga ko'ra mehnat qobiliyatini qisman yoki to'liq yo'qotgan fuqarolarimiz kiradi. Misol uchun 65 yoshli Murodova aya. U birinchi guruh nogiron bo'lib, nogironlik nafaqasi oladi. Uning oilasi kam ta'minlanganlar ro'yxatida turadi. Yangi to'lov uning ro'zg'origa sezilarli darajada yordam beradi. Chunki uning nafaqasi oilaning barcha a'zolarining ehtiyojlarini qondirish uchun yetarli emas. Nogironligi sababli unga doimiy parvarish kerak bo'ladi va bu qo'shimcha mablag' unga yordamchi xizmatlar uchun to'lashga yoki maxsus oziq-ovqat mahsulotlarini sotib olishga yordam berishi mumkin. Misol uchun, har oyda 300-400 ming so'm atrofida parvarishga ketadigan xarajatlar bor. Bu yangi to'lov Murodova ayaning hayotini birmuncha yengillashtirishi aniq. Uchinchidan,
boquvchisini yo'qotgan oilalar uchun nafaqa oluvchilar. Bu toifaga oila boquvchisi vafot etganidan so'ng uning qaramog'ida bo'lgan oila a'zolari, asosan bolalar va mehnatga layoqatsiz turmush o'rtoqlar kiradi. Misol uchun, 20 yoshli Dilorom opaning turmush o'rtog'i vafot etgan. U 2 farzandi bilan boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi oladi. Oilaning moliyaviy ahvoli og'ir. Bu yangi to'lov Dilorom opaga farzandlarining maktab xarajatlarini qoplashga, kiyim-kechak olishga yoki ovqatlanishini yaxshilashga yordam beradi. Farzandlar uchun kiyim-kechak, o'g'il-gurollari sotib olish uchun oyga kamida 5-6 ming so'm kerak bo'ladi. Bu to'lov ularning oilasiga juda katta yordam bo'ladi. Chunki har qanday qo'shimcha mablag' ularning turmush sharoitini yaxshilashga xizmat qiladi. 4-dan, nafaqa miqdori eng kam belgilangan miqdordan past bo'lgan nafaqaxo'rlar. Bu toifa ko'pincha kam ta'minlangan hisoblanadi va ularga davlat tomonidan qo'shimcha e'tibor qaratiladi. Agar biror nafaqaxo'rning nafaqasi tirikchilik minimumdan past bo'lib qolsa, bu to'lov aynan shu bo'shliqni qoplashga xizmat qiladi. Masalan, 67 yoshli Saida opa staji kam bo'lganligi sababli minimal pensiya oladi. Uning nafaqasi 1 million so'mni tashkil etadi. Bu miqdor ba'zan uy-joy kommunal to'lovlari, oziq-ovqat va boshqa zaruriy xarajatlarga zo'rg'a yetadi. Yangi to'lov uning moliyaviy yukini yengillatadi va unga qo'shimcha moddiy yordam ko'rsatadi. Bu qo'shimcha pul unga yangi poyabzal sotib olishga yoki tishlarini davolatishga imkon beradi. Bu esa uning uzoq vaqtdan beri hal bo'lmay kelayotgan muammolari edi. Muhim jihat shundaki, ushbu to'lovni olish uchun ayrim shartlar mavjud bo'lishi mumkin. Odatda bunday ijtimoiy to'lovlar quyidagi mezonlar asosida beriladi. Nafaqaxo'rning bir oylik daromadi. Agar nafaqaxo'rning umumiy oylik daromadi, nafaqa va boshqa manbalardan tushgan mablag'lar belgilangan minimal miqdordan oshmasa, u ushbu to'lovga haqli bo'lishi mumkin. Bu asosan haqiqatdan ham muhtoj bo'lgan shaxslarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan mexanizm. B. Oilaning moddiy ahvoli. Agar nafaqaxo'r kam ta'minlangan oila a'zosi sifatida ro'yxatda turgan bo'lsa, u ham ushbu to'lovni olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu ham ehtiyojga asoslangan yordam berish tamoyiliga mos keladi. C. Yashash joyi. Ayrim hollarda to'lovlar ma'lum hududlarda yashovchilarga yoki qishloq joylarda yashovchilarga ko'proq berilishi mumkin. Chunki qishloq joylarda ijtimoiy himoya mexanizmlari shahar joylariga nisbatan ba'zan kamroq bo'lishi mumkin. D. Boshqa ijtimoiy toifalar, ba'zan urush faxriylari, mehnat faxriylari yoki boshqa alohida e'tirof etilgan shaxslar uchun ham qo'shimcha imtiyozlar nazarda tutilishi mumkin. Shuni ta'kidlash joizki, bu to'lovning aynan qanday miqdorda bo'lishi va qancha muddatga berilishi hukumatning yakuniy qaroriga bog'liq bo'ladi. Lekin ba'zi manbalarga ko'ra, bu bir martalik to'lov bo'lishi yoki nafaqa miqdoriga ma'lum foiz qo'shimcha tarzda har oyda berilishi mumkin. Aytishlaricha, bu miqdor nafaqaxo'rning oylik nafaqasining 10-20% tashkil etishi yoki bir martalik ancha katta. Masalan, 500 ming so'mdan 1 million so'mgacha bo'lgan pul mablag'i bo'lishi mumkin. Bunday miqdor nafaqaxo'rlarimizning nafaqat kundalik ehtiyojlarini, balki kutilmagan xarajatlarni ham qoplashga yordam beradi. Misol uchun, tish protezi qo'yish, ko'zoynak sotib olish yoki uy anjomlarini ta'mirlash kabi muammolar shu mablag' hisobiga hal bo'lishi mumkin. Endi esa ushbu yangi to'lovga oid istisnolar, nozik jihatlar va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolar haqida gaplashaylik. Har bir yangilikda bo'lgani kabi, bu yerda ham ba'zi noaniqliklar va e'tibordan chetda qoldirmaslik kerak bo'lgan jihatlar mavjud. Birinchidan, ishlaydigan nafaqaxo'rlar masalasi. Ko'pchilik nafaqaxo'rlarimiz nafaqaga chiqqandan keyin ham faoliyatini davom ettiradilar. Chunki ularning tajribasi va bilimlari qadrlanadi. Shuningdek, nafaqa miqdori barcha ehtiyojlarni qoplashga yetmasligi mumkin. Odatda bunday ijtimoiy to'lovlar birinchi navbatda ishlamaydigan, daromadi faqat nafaqadan iborat bo'lgan fuqarolarimizga yo'naltiriladi. Chunki ishlaydigan nafaqaxo'rning qo'shimcha daromadi bor va u moddiy jihatdan nisbatan barqarorroq hisoblanadi. Biroq istisnolar ham bo'lishi mumkin. Masalan, agar ishlaydigan nafaqaxo'rning oylik daromadi hamda nafaqasi belgilangan eng kam miqdordan past bo'lsa, u holda u ham ushbu to'lovga haqli bo'lishi mumkin. Bu holatda nafaqaxo'rning umumiy daromadi inobatga olinadi. Agar biror nafaqaxo'r, masalan, 62 yoshli Gulnora aya maktabda farrosh bo'lib ishlasa va uning oylik maoshi minimal daromaddan past bo'lsa, u holda bu to'lov unga ham berilishi mumkin. Bu juda muhim nuqta, chunki ko'pchilik aynan shu jihatni bilmasligi mumkin. Ikkinchidan, boshqa turdagi davlat yordamlari oluvchilar.
agar nafaqaxo'r boshqa ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimlari, masalan, moddiy yordam yoki subsidiyalar oladigan bo'lsa, bu yangi to'lov olish imkoniyatiga ta'sir qilishi mumkin. Davlat ko'pincha bitta shaxsga bir nechta yordam turlarini bir vaqtning o'zida berishda cheklovlar o'rnatadi. Toki resurslari haqiqatan ham muhtoj bo'lganlar o'rtasida adolatli taqsimlansin. Ammo bu qoidaning ham o'z istisnolari bor. Ba'zi hollarda agar umumiy daromad juda past bo'lsa, barcha turdagi yordamlar bir vaqtning o'zida ham berilishi mumkin. Shuning uchun har bir holat individual ravishda ko'rib chiqilishi kerak. Masalan, 78 yoshli holida opa qishloq joyida yolg'iz yashaydi va har chorakda moddiy yordam oladi. Bu yangi to'lov unga beriladimi? Agar uning umumiy daromadi belgilangan miqdordan oshmasa, u yangi to'lovga ham haqli bo'lishi mumkin. Aynan shu sababli murojaat qilishdan oldin aniq ma'lumotlarni pensiya jamg'armasidan so'rab olish juda muhim. Uchinchidan, rasmiyatchilik va hujjatlar bilan bog'liq muammolar. Ba'zi nafaqaxo'rlarimiz, ayniqsa keksa yoshdagilar, hujjatlarni yig'ish yoki arizalarni to'ldirishda qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin. Bu holat to'lovni olish jarayonini sekinlashtirishi yoki umuman ololmay qolishlariga sabab bo'lishi mumkin. Aynan shu sababli biz hozir barcha kerakli hujjatlar va qadamlarni aniq tushuntirib beramiz. Aslida davlat tashkilotlari imkon qadar jarayonni soddalashtirishga intiladi. Ammo ba'zi asosiy hujjatlar baribir talab qilinadi. Ba'zan nafaqaxo'rlar mahalla fuqarolar yig'inlariga borib, ulardan yordam so'rashlari mumkin. Chunki mahalla tizimi aholiga eng yaqin turgan ijtimoiy institutdir. 4-dan axborot yetishmovchiligi. Ba'zi nafaqaxo'rlarimiz yangi to'lovlar haqida umuman bilmasliklari yoki noto'g'ri ma'lumotlarga ega bo'lishlari mumkin. Bu esa ularning huquqlaridan foydalana olmasliklariga olib keladi. Shuning uchun bu videoni imkon qadar ko'proq odamga ulashing, ayniqsa keksa qarindoshlaringizga yuboring. Davlat tomonidan berilayotgan imkoniyatlardan xabardor bo'lish har bir fuqaroning huquqidir. Misol uchun, biror yirik qishloqning chekka hududida yashovchi takvin yoshli bibi internetga ulanmagan va yangiliklardan bexabar bo'lishi mumkin. Uning farzandlari yoki nevaralari bu videoni ko'rib, unga ma'lumot yetkazishi va to'lovni olishda yordam berishi kerak. 5-dan firibgarlik xavfi. Har qanday yangi ijtimoiy to'lov e'lon qilinganda, afsuski, bu vaziyatdan foydalanmoqchi bo'lgan firibgarlar ham paydo bo'lishi mumkin. Ular o'zlarini pensiya jamg'armasi yoki boshqa davlat tashkiloti xodimlari deb tanishtirib, go'yoki to'lovni rasmiylashtirish uchun bank kartasi ma'lumotlari, PIN kodlar yoki boshqa shaxsiy ma'lumotlarni so'rashlari mumkin. Shuni unutmang. Hech qanday davlat tashkiloti sizdan telefon orqali bank kartangizning PIN kodini yoki boshqa maxfiy ma'lumotlarni so'ramaydi. Agar shunday qo'ng'iroq yoki xabar kelsa, darhol aloqani uzing va huquq tartibot organlariga xabar bering. To'lovlar faqat rasmiy tartibda belgilangan tashkilotlar orqali amalga oshiriladi. Hech qanday tezkor rasmiylashtirish yoki qo'shimcha pullik xizmatlar taklifiga ishonmang. 6-dan nafaqa turlari orasidagi farqlar. Ko'pincha harbiy nafaqaxo'rlar yoki huquq tartibot organlarining sobiq xodimlari uchun alohida nafaqa qonunchiligi amal qiladi. Ularga ushbu yangi to'lov qanday qo'llanilishi bo'yicha aniq ma'lumotlarni tegishli idoralardan olish kerak. Ba'zi hollarda ular uchun boshqa turdagi qo'llab-quvvatlash mexanizmlari mavjud bo'lishi mumkin. Shuning uchun agar siz shu toifaga kirsangiz, o'z idorangizning nafaqa bo'limi bilan bog'lanishingiz zarur. 7-dan to'lovni kechiktirilishi yoki kelmasligi holatlari. Ba'zida texnik sabablar, tizimdagi uzilishlar yoki hujjatlardagi kamchiliklar tufayli to'lovlar o'z vaqtida kelmasligi mumkin. Bunday holatda vahimaga tushmasdan pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kerak. Ular sizning arizangizni ko'rib chiqib, muammoni hal qilishga yordam beradilar. Muhimi xotirjamlikni saqlash va rasmiy kanallar orqali murojaat qilish. Xulosa qilib aytganda, ushbu yangi to'lov nafaqaxo'rlarimiz uchun juda muhim imkoniyatdir. Ammo uni olish jarayonida yuqorida aytib o'tilgan nozik jihatlarni inobatga olish zarur. Har bir holat individual bo'lishi mumkin. Shuning uchun aniq ma'lumotni vakolatli organdan olish eng to'g'ri yo'l hisoblanadi. Endi esa aziz do'stlar, eng muhim qismga o'tamiz. Bu to'lovni olish uchun amaliy qadamlar qanday bo'ladi? Siz nima qilishingiz kerak? Bu yerda men sizga aniq va tushunarli ko'rsatmalar beraman. Birinchi qadam ma'lumotni tasdiqlash. Avvalo ushbu yangi to'lov haqidagi ma'lumotlarning rasmiy manbalar orqali tasdiqlanganiga ishonch hosil qiling. Buni
O'zbekiston Respublikasi Pensiya jamg'armasining rasmiy veb-saytidan, yangiliklar portallaridan yoki mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limiga telefon qilib bilib olishingiz mumkin. Ba'zida yangiliklar noto'g'ri talqin qilinishi yoki to'liq bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun to'g'ridan-to'g'ri manbadan tasdiqlash juda muhim. Ikkinchi qadam hujjatlaringizni tayyorlash. Odatda bunday turdagi ijtimoiy to'lovlar uchun quyidagi asosiy hujjatlar talab qilinishi mumkin. Pasport. Fuqarolik pasportingizning asli va nusxasi. Pasportingizning amal qilish muddati tugamaganligiga ishonch hosil qiling. Agar pasportingiz yangi namunadagi ID karta bo'lsa, undan foydalanishingiz mumkin. 2 nafaqa guvohnomasi. Siz nafaqa olayotganingizni tasdiqlovchi hujjat. Uning asli va nusxasi kerak bo'ladi. Shaxsiy jamg'arma hisob raqamingiz, bank kartasi. Bu to'lovni qayerga o'tkazish kerakligini ko'rsatish uchun zarur. Ko'pincha nafaqa kartangizning raqami kifoya qiladi. Agar sizda bunday karta bo'lmasa, bankdan ochtirishingiz kerak bo'ladi. Pensiya jamg'armasi xodimlari sizga bu borada yo'l yo'riq ko'rsatishi mumkin. Ba'zi hollarda Xalq banki yoki boshqa davlat banklarining kartalari afzal ko'rilishi mumkin. Chunki pensiya jamg'armasi bilan ular orasida to'g'ridan-to'g'ri hamkorlik yo'lga qo'yilgan. 4. Oila tarkibi to'g'risida ma'lumotnoma ba'zi hollarda. Agar to'lov oilaning moddiy ahvoliga bog'liq bo'lsa, mahalla fuqarolar yig'inidan olinadigan bu ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Bu ma'lumotnoma sizning oilaviy ahvolingiz va uydagi jami shaxslar sonini tasdiqlaydi. 5. Daromadlar to'g'risida ma'lumotnoma ishlaydigan nafaqaxo'rlar uchun. Agar siz ishlaydigan nafaqaxo'r bo'lsangiz, ish joyingizdan oxirgi 12 oy yoki 6 oy ichidagi daromadlaringiz to'g'risida ma'lumotnoma taqdim etishingiz kerak bo'ladi. Bu sizning umumiy daromadingizni aniqlash uchun zarur. 6. Ariza. Odatda pensiya jamg'armasi bo'limida to'ldiriladigan standart shakldagi ariza. Bu arizada sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, nafaqa guvohnomangiz raqami, shaxsiy hisob raqamingiz va ushbu to'lovni olish istagingiz aks ettiriladi. Ariza namunasi pensiya jamg'armasining har bir hududiy bo'limida mavjud bo'ladi. 3-qadam murojaat qilish. Hujjatlarni tayyorlab bo'lgach, siz quyidagi joylarga murojaat qilishingiz mumkin. Mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limi. Bu eng to'g'ri va ishonchli yo'l. O'zingiz yashaydigan hududdagi pensiya jamg'armasining tegishli bo'limiga shaxsan borishingiz kerak. U yerda sizga mutaxassislar barcha kerakli maslahatlarni beradi va arizangizni qabul qilib oladi. Ofisga borishdan oldin ularning ish vaqtini telefon orqali aniqlab olishni unutmang. Bu Davlat xizmatlari markazlari DXM. Ko'pgina ijtimoiy xizmatlar bugungi kunda DXMlar orqali ko'rsatiladi. Bu ham qulay variant bo'lishi mumkin, chunki barcha xizmatlar bir darsha tamoyil asosida amalga oshiriladi. DXM xodimlari sizga hujjatlarni rasmiylashtirishda yordam beradi. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali IDXP. Agar sizda internetdan foydalanish imkoniyati bo'lsa va elektron imzo mavjud bo'lsa, ushbu to'lovga onlayn tarzda ham ariza topshirishingiz mumkin. Bu eng zamonaviy va tezkor usul. Portal orqali siz uyda o'tirgan holda navbat kutmasdan arizangizni yuborishingiz mumkin. Biroq bu usuldan foydalanish uchun ma'lum darajada kompyuter savodxonligi talab qilinadi. 4-qadam arizani rasmiylashtirish va javobni kutish. Arizangizni topshirgandan so'ng pensiya jamg'armasi yoki DXM xodimlari uni ko'rib chiqadi. Qonunchilikka ko'ra bunday arizalar ma'lum muddat ichida ko'rib chiqilishi va yakuniy javob berilishi kerak. Bu muddat odatda 15 ish kunidan o'tib ish kunigacha bo'lishi mumkin. Sizga arizangiz qabul qilinganligi haqida xabar beriladi va uni ko'rib chiqish jarayoni haqida ma'lumot berilishi mumkin. Agar biror hujjatda kamchilik bo'lsa, sizga bu haqida xabar berilib, uni tuzatish uchun qo'shimcha muddat berilishi mumkin. Arizangiz qanoatlantirilgandan so'ng to'lov belgilangan muddatda, ya'ni irmaydan boshlab yoki shu sanadan keyin sizning ko'rsatgan hisob raqamingizga o'tkaziladi. Ba'zida birinchi oylik to'lov biroz kechikishi mumkin. Bu normal holat. Agar uzoq vaqt davomida to'lov kelmasa, yuqorida aytilgandek, pensiya jamg'armasiga qayta murojaat qiling. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilganingizda qanday savollar berishingiz kerak? 1. Mening nafaqa turmushim bu yangi to'lov tegishlimi? 2. Bu to'lov bir martalikmi yoki har oyda beriladimi? 3. To'lovning aniq miqdori qancha? 4. To'lovni olish uchun qaysi hujjatlar aynan men uchun zarur? Chunki har bir holat individual bo'lishi mumkin. 5. Arizani qabul qilish muddati qachongacha, agar muddat chegaralangan bo'lsa? 6. Arizani ko'rib chiqish muddati
qancha va javobni qanday bilib olsam bo'ladi. Yana bir muhim jihat. Agar siz biror sababga ko'ra shaxsan murojaat qila olmasangiz, ishonchnoma asosida sizning nomingizdan boshqa shaxs ham murojaat qilishi mumkin. Bunda ishonchnoma notarial tartibda tasdiqlangan bo'lishi shart. Bu ham keksa va kasalmand nafaqaxo'rlarimiz uchun juda qulay imkoniyatdir. Shuni ham eslatib o'tish joizki, davlat tomonidan bunday ijtimoiy to'lovlar nafaqat fuqarolarning moddiy ahvolini yaxshilashga, balki ijtimoiy adolatni ta'minlashga, aholining zaif qatlamlarini himoya qilishga qaratilgan siyosatning bir qismi hisoblanadi. Bu harakatlar jamiyatda barqarorlikni ta'minlash, odamlarning davlatga bo'lgan ishonchini mustahkamlash va ularning turmush sifatini muntazam ravishda oshirishga xizmat qiladi. Aziz tomoshabinlar, bugungi videomizda biz bir maydan boshlab nafaqaxo'rlar uchun yangi to'lov mavzusini har tomonlama barcha nozik jihatlari bilan ko'rib chiqishga harakat qildik. Umid qilamanki, bergan ma'lumotlarim siz uchun foydali bo'ldi va siz o'zingiz uchun kerakli javoblarni topdingiz. Bu imkoniyatdan unumli foydalaning va o'z huquqlaringizni biling. Yana bir bor takrorlayman. Bu ma'lumot sizga, oilangizga, qarindoshlaringizga yoki tanishlaringizga juda zarur bo'lishi mumkin. Shuning uchun iltimos, bu videoni imkon qadar ko'proq odamga ulashing. Ayniqsa keksa ota-onangizga, buva-buvalaringizga ko'rsating yoki ular uchun bu ma'lumotni yetkazing. Ular texnik jihatdan bu ma'lumotni topishga qiynalishlari mumkin. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Pastdagi izohlar bo'limida o'z savollaringizni, takliflaringizni yozib qoldiring. Bu yangi to'lov haqida qanday fikrdasiz? Sizga qanday qo'shimcha ma'lumotlar kerak? Sizning holatingizda qanday muammolar yuzaga kelishi mumkin? Biz har bir izohni o'qib chiqamiz va kelgusidagi videolarimizda ularni inobatga olamiz. Bu videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz sizga doimiy ravishda dolzarb va foydali ma'lumotlarni taqdim etib boramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.